Assalomu alaykum. Xorazm Leisure YouTube kanalimizda obunachilar, aziz do'stlar, bugun ajoyib yangilik bo'latir. Xudo xolasa, hamma oqsara ko'rsatib qo'yardik. Haval avtosaloni rasmiy ravishda Xorazmda ochilatir, aziz do'stlar. Bugun taqdimot o'tiribdi. Toza model kelgan. Uni sizlar bilan ko'rganmiz avvalakam, lekin aziz do'stlar, bugun xudo xolasa rasmiy ochilatir. Hozir qiziqarli bo'ladi deb umid etdik. Shunisa har ochilishida aziz do'stlar, Daniyaramiz xudo xolasa bomba yangiliklarni qilib boradilar. Shuning uchun sizlarga ko'rsatib boramiz bugun. Birinchidan kanalimizga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'yinglar aziz do'stlar. Bugun sizlarga atmosferasini ko'rsatamiz xudo xolasa. Kanalimizga obuna bo'lib, like'larni bosib, xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Televizion tashriflaringiz bilan uzoqdan yaqindan kelgan hammaga katta rahmat aytamiz. Men oldin ham aytganman, yana aytaman, biz mehnat qilishdan to'xtamayapmiz. Mana jamoamiz shu yerda hamma bolalar, yordamchilar hammasiga alohida katta rahmat. Bularni mehnati alohida. Bu katta ishlar, yana aytaman, katta ishlar bitta yoki ikkita odam bilan bo'lmaydi. Bu albatta jamoa bilan bo'ladi. Men jamoam bilan faxrlanaman. Yanada mana bu yilning o'zida mana 2-3 ta yangilik qildik. Bu xudo xolasa navbatdagisi shuncha mehnat, mashaqqat ko'rib turganingiz bu necha oylar, yillar davomida qilingan mehnatni mana bugun samarasini ko'rib turibmiz. Yana aytganimdek, shu har bitta yonimda turgan bolalar, qizlar, komanda har bitta odamning o'rni alohida. Aziz do'stlar, yurtdoshlar, Haval avtosaloni endilikda rasmiy ochildi. Bemalol kelsangizda bo'ladi, xudo xolasa, o'zingiz yoqqan mashinalarni test drive qilib, ya'ni haydab ko'rib, xudo xolasa tanlab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xolasangizda kredit, xolasangizda naqd pul, xolasangizda rassrochka bo'lib to'lash orqali siz mashinalarni sotib olsangiz bo'ladi. Aziz do'stlar, kichkina lavhalarni sizlarga ko'rsatdik. Zo'r, ajoyib ochilishi bo'ldi. Hammangizni kutamiz Xorazm Haval avtosalonida.